Hammaga salom. Bugun men yana ko'chada. Hozir Luna kafega ketyapman. Bu qanaqa kafe desanglar, klubnika sotadigan, klubnika shokolad sotadigan joy. Bugun yaponiyalik o'rtog'im bu hafta uyga ketadi. Yaponiyaga taklif qilgan, lekin ketishimdan oldin yana bitta ko'rishaylik deganim uchun hozir bilan ko'rishamiz. Mana sizlarga downtowni ko'rsataman. Bu otel, asosan hammasi otel, yashaydigan joylar. Вот. Biz hozir yoqqa ketamiz. Bizda juda ham tepali, mana Seattle ko'rsanglar. Voy, nimadir o'chirib qo'ydim. Вот, Seattle ko'rsanglar, hamma joy juda ham tepali. No, ketadi. Oddiy mashinalar ko'tarmaydi bunaqa tepaliga. Shunaqa uchun mana bunaqa katta mashinalar haydashadi. Menimcha nimadir davlat ishxonasi edi. Lekin eslolmayman. Atroflarni sizlarga ko'rsatib ketaman. Mana bu pochta. Yo'q, boshqa narsa ekan. Mana ko'ringlar. Men kurtkada bular o'tiydi. Men uchun bu havola baribir salqin. Sizlar ham O'zbekistondan kelsanglar baribir salqin bo'ladi. Yo'masam iyunni уже 10-sidamiz. Mana kurtkadaman. Mana sizlarga tashqi muhit. Amerika har doim shunaqa eski mashinalar haydashadi. 2008, 2002, 2001, bizdagi bunaqa 2026, 25 mashinalar juda kam. Bularga o'zi mashinalarga qaramaydi hamda, menimcha o'shaning uchun ham odamlar bizchalik qiziqmasa kerak. Mana juda ham chiroyli, ko'ringlar. Mamda уже antar suv ketadi. O, mana ko'ryotgan bo'lsanglar. Bu shaharchaga oldin men asosan tepalarda yurardim. Lekin bu yerga hech kelmagan ekanman. Bu ham men uchun yangilik. Qani ko'ramiz. Ko'p narsalar borga o'xshatdi bu. Bu yerda hamma pastrylar shu ekan, qaranglar. Lemon French pastry. Italyan mana. Buni hididan og'im kelib baked daily with healthy ingredients ekan. Va nihoyat bu kafega keldik. Bitta strawberry crepes, coffee, dessert, smoothie. Mana matchalari, strawberrylarni ko'ramiz. Oldik biza bu unaqa bilinchik imomimni qoldi. Okeanga keldik. Juda chiroyli. Bu mana Yaponiyadagi o'rtog'im. Oh yeah, I know him. Bunaqa not yozib beramiz. Tipa mana bunaqa yozdim. Endi bu ham yozyapti. Hammaga salom. Bugun ishxonada oxirgi kunim. To'g'risini aytsam, xursand xafa bo'lishni ham bilmayapman. Men ko'proq xafa bo'lsam kerak, chunki bilasizlar, ancha o'rgandim. Endi qiyin bo'ladi. No, shunaqa tez asabimni o'qish davrlaringlar o'tar ekan.
hozir sizlarga oxirgi kuni ko'rsataman. Menga podarkalar hamma tayyorlab qo'yibdi bugun. Hamma departament hozir chiqsam menga SMS yozishyapti. Kesing stolingga qo'yib qo'ydim deb. Ha, ko'rsataman. Mana oxirgi mitingimiz ham tugadi. Вот, bizga podarkalar berishdi и открытка ochamiz hozir. Bizga rahmat deb. I have not, but I want to give you guys the story behind that closet. Okay. Yes, please. Eshitamiz. Nice to meet you. Nice to meet you as well. And you Kiara's guys, taking over from Nahu in her. grad school. Hey, Any that's the plan. questions you can ask me. That's the plan. Ofisda oxirgi kunim. Ochib ko'ramiz xatni. Nima olmiz? Creation card. Visa kartini beribdilar. Shunaqa hozir ko'rsataman. Archanani bizani boshlig'imizni o'zi bog'ida o'stiribdi. Bu gulli viza karta bilan. Peter from desk. They're getting everything. Bizlar ham bunaqa trofi bor ekan, buni ham beraveramiz. Create something. Bu bizani ofis. Lekin o'sha meniki emas. Bitirib ketayotganimiz uchun bu ofis o'sha sizlarniki emas. Vidimiz zato chiroyli. Shunaqa hozir organizatsiya qilib workqa qolamiz. Let's call this up and I will ask.